Pensionerlar diqqatiga. O'zbekiston pensionerlariga ajoyib yangilik e'lon qilindi. O'zbekistondagi pensionerlar endilikda mol-mulk va yer solig'idan ozod qilindimi? Prezidentning yangi qarori e'lon qilindi. Siz bu qaror haqida bilarmidingiz? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinadi degan xabarlar tarqaldi. Bu xabarlar qanchalik rost? To'g'ri, mol-mulk solig'idan pensionerlar 60 kvadrat maydonidagi mol-mulkdan ozod qilinadi. Yer solig'idan esa faqatgina yolg'iz pensionerlar ozod qilinadi. Yolg'iz pensionerlar yolg'iz yoki voyaga yetmagan bolasi bilan yoxud nogironligi bo'lgan bolasi bilan birga alohida uyda yashovchi pensionerlar hisoblanadi. Soliq imtiyozlariga ega bo'lgan shaxslar soliq imtiyozlarini olish huquqini tasdiqlovchi hujjatini soliq obyektlari joylashgan yerlardagi soliq organlariga mustaqil ravishda taqdim etishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda yer va mol-mulk solig'idan qarzi borlarga ham elektron to'lovlarni amalga oshirish cheklanishi haqida ma'lum qilingan edi. Ushbu xabar ortidan esa ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan to'liq ozod qilinadi degan xabarlar tarqalib ketdi. Xabarlar qanchalik asosli ekanligi haqida Soliq qo'mitasi izoh berdi. Soliq qo'mitasiga ko'ra, Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar barcha pensionerlarga taqdim etiladi. Biroq bu imtiyozlardan foydalanish uchun yagona shart mavjud. Pensionerning mulkida bo'lmagan turar joyi obyekti uchun imtiyoz faqat 60 kvadrat maydonida amal qiladi. Yer solig'iga keladigan bo'lsak, yer solig'i bo'yicha esa Soliq kodeksining 436-moddasiga asosan imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga beriladi. Qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensionerlar bu yolg'iz yoki o'zi bilan voyaga yetmagan yoxud nogironligi bo'lgan bolasi bilan yashaydigan pensionerlar hisoblanadi. Ushbu soliq imtiyozidan foydalanish uchun nimalar qilish kerak? Birinchi, pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi bergan ma'lumotnomani, shuningdek, mahalla fuqarolar yig'ini MFI tomonidan berilgan ma'lumotnomani soliq organlariga taqdim etishi imtiyoz shundan so'ng qo'llanilishi mumkin, deyiladi xabarda.